Ko'chaga chiqib telefon qilib boraman. Uyda xotinim bor. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Iya. Ayollarni sochimi? Qani? Hazillashdim. Yuring, ovqat tayyor. Ye. Qo'rqitib yubording odamni. Nimaga qo'rqasiz? O'zingiz ayolingizdan. Asror aka, bunaqa yurish jonimga tegib ketdi. Bugun hal qiling hammasini. Bugun hammasini hal qilaman. Agar hal qilmasangiz, siz bilan xayrlashamiz. Feruza. Siz yaqinda farzandli bo'lasiz. O'rtoq, bilasan, 5 yildan beri farzandli bo'la olmayapmiz. Erim oxirgi payt o'zgarib qolgan. Yurish-turishlari ham boshqacha. Shunga ajrashsammikan deyapman. Voy, qiziqmisan? Nimaga ajrashasan? Oilangni saqlab qolgin. Esingdami, men farzandsiz bo'lib yurgan paytlarimda Nutva Family mahsulotlaridan qabul qilib farzandli bo'lgandim. Qara, mana bunisi sen uchun, mana bunisi ering uchun. Nutva Family bilan oilangni saqlab qoldik, onajon. Menga qara, begona ayollarga eringni berib yurmagin. Tushunding-a? Aha. Menga qara. Agar yana bir marta erimga qo'ng'iroq qilsang, mendan yaxshilik kutma.